Yana ba'zi bir ixlosli kishilarimiz hop namoz o'qidik, roza tutdik, haj, umra qildik, zakotni ham berdik, endi nima qilamiz deb so'rashyapti. Mana shu savollarni hammasiga siz bilan biz bugun boshlayotgan turkum suhbatlar, islomdagi odob, axloq, ruhiy tarbiya masalasi javob beradi. Aynan ana shu nuqsonlar siz bilan bizni tashvishga solayotgan masalalarni tubi hali biz ruhiy tarbiyani boshlamaganimizda. Ibodatlarni sirti, namozni rukuini, qiyomini, sajdasini, qoidalarini o'rganyapmiz. Lekin shu paytda qalbni qandoq tutish kerak hali ta'lim olganimiz yo'q. Roza tongdan boshlab niyat bilan quyosh botguncha oziq-ovqat va shahvatdan o'zini tiyib turish ekanligini tushundik. Bunga ham amal qilyapmiz, lekin hali ro'zaning mohiyati, uning ruhoniyatini o'rganganimiz yo'q. Haj Makka mukarramaga borib, tavof qilib, sa'i qilib, boshqa arkonlarini ado etib keladigan ibodat ekanligini bildik, ko'rdik, qisman qildik. Lekin hajning mohiyati, ruhoniyati, haj paytida inson qalbini qanday tutmoqligi kerakligi to'g'risida hali dars olganimiz yo'q. Zakot ham shundoq. Ana ibodatlarimizda, qilayotgan amallarimizdan ko'nglimiz to'lmayotganligi, nima uchun deb savol berayotganligimizning asosiy boisi ruhiy tarbiyani hali o'rganmaganimiz. Ruhiy tarbiya borasidagi so'zlar bor, istilohlar ishlatiladi, gaplar aytiladi, lekin uni hali ilmiy tarzda sharh qilingani yo'q. Dars tarzida xalqimizga talqin qilingani yo'q. Uning foydasi, mohiyati va boshqa kerakli taraflarini xalqimizga tushuntirib berilgani yo'q.